Assalomu alaykum. Rasmiy litsenziyaga ega qonuniy firma orqali Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, Xudo xolasa bugungi videomizda sizlarga juda ham katta yangiliklarimiz bor. Toshkentdan ham komfort paketlarimiz hamda Farg'onadan komfort paketlarimiz videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bizda shunaqangi imkoniyatki, biz Centrum Holidays Farg'ona filiali bemalol Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga kelib hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi, yokida Centrum Holidays rasmiy hisob raqamiga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Endi Xudo xolasa bizda standart paketlarimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Standart paketlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha bo'lgan gastnitsa, Makka Mukarramada 1,5, 1,6, 1,7 oralig'idagi 3 ta gastnitsamiz bor. Malak Al Safa, Number One Hotel, Aldera nomli gastnitsalar. Xudo xolasa avtobuslarini 3 ta gastnitsamiz yonma-yonligi uchun 6 ta avtobus bor. To'g'ri kelganiga chiqaverasizlar. Parkovkalarini ham masofasi juda ham yaqin. 150-200 metr chiqadi. 3-hammomdan o'ngga yurganlaringda istayankasi va odam ko'p paytda ziyoratchilar qiynalmasligi uchun stoyankalarda har bitta mas'ul xodimlar turib, ziyoratchilarni avtobusga chiqarishadi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori yillik malakaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar, Ravza-i Sharifga 100% tashrif, Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar, Xudo xolasa Qizil dengiz sayohati hamda Toyif shahriga xohlovchilarning ziyoratini amalga oshiriladi. Va umra badal qilish uchun Oysha onamizning masjidiga 50 boshlar o'zlari bitta avtobus qo'yib olib borib kelishadi. Undan tashqari bozorga bormoqchi bo'layotganlarga ham bitta avtobus qo'yib beriladi. Standart paketimizda xuddi shunaqangi sharoitlar bo'ladi. Inshaalloh doktor xizmatidan ham muammo bo'lmaydi. Doktorlarimiz 15-30 daqiqa oralig'ida ziyoratchilarning holatiga qarab aynan mana shu 3 ta gastnitsaga bitta doktor qo'yilgan. Madina Munavvarada doktor bo'lmaydi, Makka Mukarramada albatta bo'ladi. Va ushbu paketimizni sanalari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. 17 Farg'ona Madina reysimiz bor. Faqat bir kunni biz chegirma qilamiz $995 dan. 18 Namangan Jidda, 21 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 25 Farg'ona Madina, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni barchasini $1025 dan sizlarga qilib beramiz. Xudo xolasa bu standart paketimiz. Endi komfort paketimizga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bizdan Toshkentdan komfort paketlarimiz so'rashgan edi. Xudo xolasa komfort paketimiz Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi gastnitsaga joylashasizlar. Inshaalloh 50 boshlari har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Taomlarimiz ham juda ham chiroyli. Toshkent Madina yo'nalishida uchadi. 17-23-21 sanalariga qo'yilgan ushbu reyslarimiz Xudo xolasa ziyoratlari Madinada Qubbo masjidi, Qiblatayn masjidi, Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Madinada Qur'on bosmaxonasi, Abdulhamidxon tezyurar poyezdi, G'amoma masjidi, Abu Bakr roziyallohu anhu masjidi, Umar roziyallohu anhu masjidi, Ali roziyallohu anhu masjidi, Zulhulayfa masjidi, ya'ni Minqot. Makkada Arafat vodiysi, Rahmat tog'i, Muzdalifa vodiysi, Mino vodiysi, Jamorot, Jannatul Muallo qabristoni, Jin masjidi, Shajara masjidi, Ruya masjidi, Oysha onamizning masjidlari. Inshaalloh Sulaymon Rojixiy masjidida kechki ziyofat, Jidda shahri Qizil dengiz sayohati tashkillashtirib beriladi. Bu Toshkentdan vohali obunachilarimizga so'raganlarga komfort paket, gastnitsasi yaqin, sharoitlari yaxshi bo'lgan paketimiz. Aynan ota-onalaring, xolasalaring ushbu komfort paketlarimizga joylashtiringlar. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Voha tomondan aloqaga chiqishlaring mumkin. Komfort paketimiz bor. Farg'onadan Xudo xolasa 20 hamda 27 yanvarga Farg'ona Jidda yo'nalishida bir juma Madina, bir juma Makkada o'qiladigan komfort paketimiz bor. Madinada Me'roj Toyiba 100 metr masofada, Makkada esa Emar Nur, Concord Makka ikkita gastnitsa bor, bitta ko'chada.
Eng qizig'i, ota-onangiz 5 mahal namoz vaqtiga qatnashishligi uchun avtobuslar 1,5-2 daqiqada haramga kirib boradi. Chunki ularni yo'li to'sib qo'yilgan, faqat ana shu bitta ko'chani avtobuslar qatnash uchun sharoit qilingan. Shuna chiqishadi, shuna yetib borishadi. Juda ham chiroyli paket. Masofasi lekin 1-2 chiqishi mumkin, lekin yo'nalishi yaqin hamda boshqa avtobuslar qatnovi qo'shilmagan. Ya'ni probka bo'lmaydi bu paketda. Xudo xolasa bu paketimizda Madinada ham 3 mahal, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Masjidun Nabaviy tanishtiruvi Madinada, Ravza-i Sharifga kirish ruxsatnomasi, Qur'on bosmaxonasi, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, 2 qiblali masjid, Xurmo bog'iga ziyorat qilishadi. Xudo xolasa Makkada Qizil dengiz sayohati, Hiro g'ori, Savr g'ori, Arofat tog'i, Muzdalifa, Jamorot, Masjid al-Jin, Hadicha onamizning maqbaralari. Inshaalloh erkak va ayol doktorlarimiz ham xizmat ko'rsatishadi. Bu Farg'onadan sizlarga taklif qiladigan komfort paketimiz $1150 bo'ladi. Sharoiti aynan mana shunga yarasha bo'ladi. Sizlarga sharoit yoki yaxshi sharoit kerak bo'ladigan bo'lsa yoki standart paketimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi.